Necha pilla bog'i bor, bog'ida anori bor, anorining ichida shaqir. Kameradan uyalasizlarmi? Pak bu qotamiz ishiga segida olib ko'rdik, hamma narsasi bor. Menga qaranglar. Undan ko'ra men sizlarga takoy savol beraman. To'g'ri javob bersangiz pul beraman. Ticha Sardormiz. Ha, tanidingizlarmi? Sardor. Ha, davay. Ticha Sardor. 100 mingli? Bo'ldi, tamom. 100 mingli savol beraman. 100 dollar desang bo'lar ekanmi? 11 mingdan 18 ta odamdan pul olding. Necha pul bo'ladi? 8888. Yo'q, unaqa emas. 18 ga 11 ko'paytirsang, qaralaring, o'rgataman. 18 ni 11 ga ko'paytirsalaring, 18 bor-ku, 1 bilan 8 ni yozasanlar, 1 ga 8 qo'shsang nechi? 1 ga 8 9. Bo'ldi, 198, ya'ni o'rtaga 9 yoziladi. Qara, 11 ga ko'paytirish oson-oson o'rgatyapman. Masalan, 12 kara 11 deydi, to'g'rimi? 12 kara? Ha, 12 kara 11. Nima qilamiz? 1 bilan 2 ni yozamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3. 132. Masalan 17 kara 11 deydi. 17 kara 11 desa 1 bilan 7 yoziladi, 1 ga 7 o'rtaga qo'shib yoziladi. 187. Tushundingizmi? Aniq. Bo'pti. 18 kara 11 necha bo'lar ekan? 132. Yo'q. 18 necha boshqa? 18 kara 11. 18 kara 11 qol. 18 kara 10. Bo'ldi, javobini kommentariyada kutamiz, topa olmadi chota. Men topdim. Kalkulyatorda hisoblading. Yo'q, men kalkulyator emas. Ay, kalkulyatorda hisoblading. Topganlaringda 100 ming berardim. Mayli, xafa bo'lish yo'q.